Do'stlar, assalomu alaykum. 2026-yil 8-avgust sanasiga Qo'qonga kelganmiz. Yunusjon akam bog'iga mana Latimun shaptorlari, kechki shaptorlar so'raganlar uchun mana hosilni qaranglar. 2 yoshli daraxt, xudo xolasa. Yunusjon akam o'zlari ham shetda kaltaklaridan bersa ko'paytirgan ekanlik. Bu tarafda Diabalitinomi Yunusjon? Diabalitino. Hosilni qaranglar. Shaptolidan bog' yarataman deganlar, sinovlar tavsiya qilamiz mana. Hosilni qaranglar. Maşallah. Bu qatorlari kino o'lyapti mana. Bu qatorimiz 10 xilda katta. 2 yosh. Daraxtimiz. Shaptolini professional ustasi mana shu aka bo'ladi. Yunusjon, nima deysiz shaptoldan bog' qiladiganlarga? Vaqt o'tkazmay qilish kerak-da, yangi bog'larsiz. Xudo Yangi xolasa sortlar oldinda baribir. o'zimizdan sinovlardan olib ketib ko'paytirib quvada shunaqa bog'lar tashkil qilamiz inshaalloh. Bizni kuzatishda davom etinglar. Bittadan like bosib, Yunusjon mehnatlariga kommentariyada fikrlaringizni qoldirib ketasizlar.